Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz suyulishlar sinfi sistematikasi. Rejalarimiz, demak, suyulishlar haqida umumiy tafsil, suyulishlar sinfi sistematikasi va suyulishlar sinfining turkumlari. Demak, suyulishlar umumiy tavsifi. Suyulishlar umurtqali hayvonlar orasida eng yuksak darajada rivojlangan bo'lib, xilma-xil sharoitda yashashga moslashgan. Suyulishlarning boshqa umurtqali hayvonlarga nisbatan asosiy progressiv belgilari mavjud. Demak, suyulishlar sistematikasini tanishtiradigan bo'lsak, ikkinchi tip umurtqalilar, bosh siklitlilar, katta sinf to'rt oyoqlilar, sinf suyumzuvchilar, kenja sinf haqiqiy darrandalar. Demak, tuban darrandalar infrasinf turkumi, hasharotxo'rlar turkumi, qo'lqanotlar turkumi, kemiruvchilar turkumi, toshqonsimonlar turkumi, yirtqichlar turkumi, kurak-oyoqlilar turkumi, kitsimonlar turkumi, xartumlilar turkumi, juft tuyoqlilar, qadoq oyoqlilar, toq tuyoqlilar, primatlar turkumlariga bo'linadi. Suyulishlar sinfiga 4000 dan 5000 tagacha tur kiradi. O'zbekistonda 7 ta turkumga kiruvchi 105 tur suyuluvchi uchraydi. Suyulishlar sinfi bir-biridan keskin farq qiladigan ikkita kenja sinfga bo'linadi. Sodda yoki dastlabki darrandalar kenja sinfi va haqiqiy darrandalar, ya'ni tirik tug'uvchi darrandalar kenja sinflariga bo'linadi. Sodda yoki dastlabki darrandalar kenja sinfi bitta betishklilar, ya'ni klopkalilar turkumiga kiradi. Haqiqiy darrandalar, ya'ni tirik tug'uvchi darrandalar kenja sinfga ikkita infrasinf kiradi. Birinchi tuban darrandalar infrasinf, ikkinchi yo'ldoshlar, ya'ni yuksak darrandalar infrasinfi mavjud. Suyulishlar xilma-xil hayvonlar bo'lib, tuzilishi, ko'payishi va rivojlanish xususiyatlariga ko'ra tuxum qo'yuvchilar, xaltalilar va yo'ldoshlar guruhiga bo'linadi. Buni haqiqatdan ham rasmlarda ko'rishimiz mumkin. Tuxum qo'yuvchilar bu kenja sinf vakillari Avstraliya va unga yaqin bo'lgan orollarda yashaydigan tuban suyulishlarning juda kam sondagi guruhlar hisoblanadi. Tuxum qo'yib ko'payishi bilan boshqa suyulishlardan farq qiladi, biroq tuxum rivojlanishining yarmida ko'proq ona organizmi o'tganligi sababli tuxum shaklidagi holat 50% dan ko'proq rivojlangan qobiq ichidagi embriondir. Keyinchalik dastlabki darrandalar tuxum bosadi yoki tuxumni maxsus xaltachasida, ya'ni masalan yig'ida rivojlantiradi. Dastlabki darrandalar qushlar, reptillar singari klokalar bo'ladi. Xaltalilar marsupilla turkumi. Tuban darrandalar infrasinfiga bitta xaltalilar turkumi kiradi. Buni ham rasmda ko'rishimiz mumkin. Hozirda xaltalilar turkumining 3 ta kenja turkumi, 9 ta oilasi, 71 urug'i, 250 turi bor. Xaltalilar turkumiga kiradigan suyumzuvchilarning tashqi ko'rinishi xilma-xil. Ularning yo'ldosh zaif rivojlangan yoki bo'lmaydi. Bachadonda embrionning zaif rivojlanishiga sabab embrion parrandalari bachadon devoriga yopishib o'smaydi. Shuning uchun yuksak suyulishlar embrionda ozuqa moddalari yetarli bo'lmaydi. Bolalar kichkina nimjon rivojlanadi. Sut bezlari maxsus qisuvchi uchlar orasida ularning nimjon bolalari tushadi. Yo'ldoshlar infrasining asosiy xarakterli xususiyatlari ularning xaltalari va qopchiq suyaklari bo'lmasligi. Xaltalar embrioni bachadonda rivojlanishi hisoblanadi. Haqiqiy yo'ldoshlar yaxshi rivojlangan, nisbatan rivojlangan va mustaqil sut ema oladigan bola tug'adi. Hozir mavjud bo'lgan yo'ldoshlar infrasinfining 17-18 turkum va 4,5 ga yaqin turi bor. 14 turkum vakillari qirilib ketgan. Buni rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin. Hasharotxo'rlar turkumi. Hasharotxo'rlar turkumiga kiruvchi suyulishlar eng qadimgi va tuban tuzilgan yo'ldoshlar hisoblanadi. Tanasining uzunligi 3,5 sm dan 44 sm gacha boradi. Oldingi miya yamshalari kichik va burmasiz, bosh miyaning hid bilish bo'laklari kuchli rivojlangan, bachadon 2 shoxga bo'lingan, 3-chi tumshuqqa aylangan. Kichkina harakatchan xartumchasi bor. Oyoqlari 5 barmoqli, barmoqlarining uchida kichikroq tirnoqlari bo'ladi. Qo'lqanotlar turkumi. Qo'lqanotlar turkumi sistematik jihatdan qo'lqanotlar hasharotxo'rlar turkumiga yaqin turadi. Faqat bu guruh hayvonlari havoda moslashgan suyulishlar bo'lib, oldingi oyoqlari shaklan o'zgarib, haqiqiy qanotga aylangan. Oldingi oyoqlari 2-5 barmoqli, nihoyat uzun. Bu barmoqlar orasida yelka oldi, yelka gavdasining 2 yoni, orqa oyoqlar dumida junsiz yupqa uchish pardasi kalta bo'lib tirnoq bor.
Qo'lqanotlar bir-biridan yaxshi ajralib turadigan ikkita kenja turkumga, ya'ni mevaxo'r ko'rshapalaklar va ko'rshapalaklarga bo'linadi. Ular qishda uzoq uyquga ketadi. Primatlar turkumi. Bu turkumga 200 dan ortiq tur kiradi. Primatlar turkumi ajdodlari qadimgi hasharotlar turkumi vakillari bo'lgan. Ularning uzunligi 9-12 sm dan 200 sm-gacha, gorilla og'irligi 60 grammdan 180-200 kilogrammgacha boradi. Primatlarning tuzilishi ular ajdodlarining daraxtda yashaydigan dalolat beradi. Ular xususan 5 barmoqli, bosh barmog'i boshqa barmoqlarga qarama-qarshi qo'yilgan oldingi oyoqlari juda harakatchan. Primatlar turkumi ikkita kenja turkumga, ya'ni tuban primatlar yoki chala maymunlar hamda yuksak primatlar yoki maymunlar kenja turkumlariga bo'linadi. Keng burunli maymunlar guruhi vakillari asosan Markaziy va Janubiy Amerikada o'rmonlar, daraxtlar yashaydi. Keng burunli maymunlar guruhiga o'rtacha va mayda maymunlar kiradi. Ular odatda kajak bo'ladigan uzun dumi va serbar va burunlari to'sig'i harakatlantiradi. Tishi bor. Tish burunlarini ko'rishimiz mumkin. Keng burunli maymunlar dumlari bilan xuddi oyoqlari singari daraxt shoxlari osilib turishi mumkin. Keng burunli maymunlar guruhi ikkita oilasi 60 ga yaqin turi bor. Tosh qonsumonlar oilasi bilan ham tanishingiz mumkin. Kemiruvchilar turkumi ko'rishingiz mumkin. Yirtqichlar turkumi katta va o'tkir qoziq tishlari, bo'rtmali va o'tkir kesuvchi oziqlar hamda kichik va yaxshi rivojlangan kurak tishlari borligi bilan xarakterlanadi. Yuqori jag'dagi keyingi soxta oziq tishlari bilan va pastki birinchi haqiqiy oziq tishi odatda katta bo'lishi bilan boshqa turkum vakillarini farqladi va yirtqich tishlar deb ataladi. Qirg'oqlar turkumi. Kitsimollar turkumi bilan tanishadigan bo'lsak, kitsimollar turkumi vakillari qirg'oqlarga nisbatan haqiqiy dengiz hayvonlari bo'lib, hayotni faqat suvda o'tkazadi. Quruqlikka chiqmaydi. Gavdasi duksimon, baliqsimon, oldingi oyoqlari kurakka aylangan, bo'yni mutlaqo bilinmaydi. Orqa oyog'i yo'qolib ketgan. Baliq dumiga o'xshash dumi bor, lekin dumi vertikal emas, gorizontal tekislikda o'rnashgan. Ko'pchilik turlari soni keskin kamayib ketgani sababli ovlash taqiqlangan 18 ta turi va bitta kenja turkumi xalqaro turi xalqaro qiziq kitobga kiritilgan. Kitsimollar turkumi ikkita kenja turkumga bo'linadi. Tishsiz kitlar yoki mo'ylovli kitlar kenja turkumi vakillarining jag'ida tishlari yo'qligi va og'zi tanglaylarning har ikki tomonida bir talay kit mo'ylovlari deb ataladigan suvni suzib o'tkazuvchi apparat hosil qiladi. Bu plastinkalar og'iz bo'shlig'ida ko'p miqdorda bo'ladi va ular ilaklik vazifasini bajarib, suv bilan birga og'ziga kirgan mayda dengiz hayvonlarini suzib oladi. Tishsiz kitlarning ko'pchiligi juda bahaybat bo'ladi. Ularga bo'yi va 30-33 metr, og'irligi 150-160 tonnagacha boradigan ko'kkit, bo'yi 15-20 metrga boradigan Grenlandiya kiti, janubiy kit, bo'z kiti va bo'kri kitlar kiradi.